Salom do'stlar, bugun yangi video. Bugun rubrika, ya'ni challenge 5 ta yaxshi ko'rgan youtuberlarimizni aytamiz. Qani ketdim. Birinchi o'rinda endi hozircha player rahmat. Juda yaxshi kanal. Iltimos obuna bo'linglar, bundan chiqib ketdi. Bundan ko'payishimiz kerak. Iltimos do'stlar. Iltimos bundan ko'payishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda menga Dito Dilshod. Eng yaxshi youtuber bu mendan. Tashalar bu ikkalasidan to'pida bo'lishimiz kerak. Qani endi uchinchi o'rinda menga Crafter. Hozir u tashlagan. Hozircha 4-chi o'rinda Reka. Uni 4 ta obunachisi bor. Juda zo'r. Oxirgi o'rinda menga Artifact. Bu 1 million bo'lgan. Yaxshi. Videolari juda qiziq. Menga mana bu videosi yoqadi. Mana bu. Yaxshi video. Mana bu yaxshi. Chizish ham yaxshi. Bitta gap bilan bulardan tepa bo'lishim kerak. Hozir biz o'qishlar. Hozir kutinglar, agar bu videoda bitta like bo'lsa, yangi short chiqaraman. Chiqaraman. Har dafangidek Real Madrid uchun. Kim Real Madrid fanati bo'lsa, podpiska tashlaylar. Kim Barsa bo'lsa, shu videoda like va kommentariy yozinglar. Hammaga xayr. Bilan BXFga hammaga xayr.